Qishning qahraton tunlari edi. Tashqarida qor tinmay yog'ar, shamol esib derazalarni zirillatardi. 106-sonli yetimxona qop-qorong'u, sovuq va sassiz edi. Lekin bir xona ichidan bolakayning yig'isi, qichqiriqlari va tars-tars urilishlar ovozlari eshitilardi. Qolgan bolalar esa qo'rquvdan jim. Nafaslarini ham ichiga yutib, boshlarini yostiqqa burkab yotishardi. Alining tarbiyachi qattiq yog'och bilan urayotgan har bir zarba tanasiga urilganda u jon holatda tipirchilardi. Ammo baribir og'riqdan qaltirab yotgan ham bir so'zni takrorlashdan to'xtamasdi. "Katta bo'lsam hammangni o'ldiraman, hammangni!" Tarbiyachi esa alamli zarbalari orasida baqirardi. "Voy isqirt haromi, hali tiling chiqib qolibdimi? Sen yetimvachcha, menga qanday qilib qo'l ko'tarishga jur'at etding? Yana shunday qilasanmi?" Oxirida ayol madori qurib, xo'rsinib, yana bir-ikki marta tepib yubordi-da, nafrat bilan so'kinib, eshikni qattiq yopib chiqib ketdi. Eshik yopilishi bilan xona yana sovuq va jimjitlikka cho'mdi. Ali esa sovuq pol ustida tanasi ko'kargan, yelkasi titragan holatda yotardi. Ko'zlaridan yosh shivir-shivir oqardi, lekin unga biror og'riq emas, ichidagi g'azab va nafrat alam qildirardi. Nigohlari esa qotib qolgan, bir nuqtaga tikilgandi. Birdan xona eshigi asta ochildi. Chuqur nafas olib ichkariga kimdir kirdi. Bu qo'ng'iroqdek jingalak sochli, qaddi kichkina bir qizaloq edi. U Ali yoniga asta tiz cho'kdi. Sovuq polga e'tibor bermay, iliq kaftlari bilan Alining ko'z yoshlarini arta ketdi. "Yana urishdimi?" dedi shivirlab. Ali asta bosh ko'tarib, nigohini qizaloqqa qadadi. Bu ko'zlarda bir tomchi rahm ham yo'q, faqat alam va qahr bor edi. Ammo qizning qo'li bilanoq yuzdagi sovuq ozgina bo'lsa-da yumshayotgandek edi. "Ali, esli bola bo'lsang, seni urishmaydi. Yaxshi oila keladi, seni asrab oladi", dedi qizaloq mayin ohangda. Ali esa nigohini uzmay qattiq gapirdi. "Malika, men yangi oilani istamayman. Men katta bo'laman, mana ko'rasan, bir kun kelib bu yerga qaytaman. Butun yetimxonaga o't qo'yaman, hammalarini o'ldiraman." Malika esa jilmayib, Alining tanasida ko'karib ketgan joylarini qo'llari bilan asta silab, gohida yengil puflab qo'yardi. Go'yo shunday qilib og'riqni yengillatmoqchi edi. Ali esa shu mayin qo'llarga tikilar, nimagadir ko'ngli bir zum bo'lsa-da iliqlashgandek bo'lardi. Kunlar o'tdi, oylar almashdi. Bir kuni esa yaxshi bir oila Malikani asrab oldi. Ustiga toza kiyim kiydirilgan, sochlari tekis taralgan qizaloq xayrlashayotganda ham Alining ko'ziga tik qarab, "Ali, meni esingdan chiqarma. Yaxshi bola bo'lsang, seni ham olib ketishadi", dedi. Ali indamadi. Nigohi faqat ortga qarab ketayotgan Malikani kuzatardi. Yuragining bir chekkasi bo'shab, nimadir uzilgandek edi. Shundan keyin esa u yana yolg'iz qoldi. Shu yolg'izlik, shu qorong'ulik, shu sovuq Alini boshqa bir inson yovuz qilib tarbiyaladi. Hozirgi vaqt. Ali Hafsani iyagidan tutgancha hamon nigohini uzolmay qarab turardi. Og'zidan chiqqan so'z nima uchun Hafsa tomon aytilganini ham tushunmasdi. "Malika." Hafsa qarshilik qilib yuzini uning qo'llari orasidan tortib oldi-da, bo'g'iq nafratli ovozda, "Sen kasalsan. Sening joying odamlar orasida emas, ruhiy kasalliklar shifoxonasida. Qo'limni yech, meni qo'yib yubor." Ali telbanamo kulgancha past ovozda, "Yo'q. Sen Malika emassan." U mayin ovozli edi. "Sen asov ayg'ir ot kabi jilovsizsan. Ikkingiz orangizda yer u osmoncha farq bor. Bu o'yinni tugataylik. Mendan nima istaysan?" Shohali telefonini chiqardi-da, Hafsani otasiga video qo'ng'iroq qildi. "Alo." Ali telefonni Hafsa tomon qaratdi.
Qizim, sen? Nima bo'ldi? Qayerdasan? Hafsa gapirishga ulgurmasdan Ali telefonni o'ziga qaratdi va vahshiy tabassum bilan: "Salom berdik, beyafandi. Sen hoy iflos. Qizimga nima qilding-a?" "Hali hech narsa qilmadim. Ammo qara, qilishim mumkin. Sen haromi? Hoy, tilingga erk berma. Seni ogohlantirgandim. Meni ishlarimga burun suqma, burunsiz qolasan dedim. Sen nima qilding? Meni loyiham orqali tenderda yutding. Yutqizganingni ko'tarolmay, endi tahdid yo'liga o'tdingmi? Ko'p gapirmayman va bir marta aytgan gaplarim ikkinchi marta ham gapirmayman. Meni eshit Bakir. Qizingni nomusiga tegib, so'ngra eshiging tagiga kiyimsiz holatda qoldirib ketmoqchi edim. Ammo shunday qiz ol. Hoy yigit, mana mendan ol, ammo qizimga zarar berma. Sening ham onang, singling bordir. Qo'rqoqsan. Qo'rqoq. Hayronman sendek qo'rqoq, o'g'ri kalamushning qizi qanday qilib bunchalar mag'rur va jasur bo'lishi mumkin? Oxirgi gapim, menga tender shartnomasini o'tkazasan va qilgan zararimni qoplaysan. Shundagina qizingga tegmayman. Men bu shartnomani senga bera olmayman. Hammasi allaqachon hal qilib bo'lingan. Bu meni ishim emas. O'g'irlashdan avval o'ylashing kerak edi. Vaqt ketdi. Ertagacha muhlat. Tezroq harakat qil. Ali Bakirning so'nggi so'zlarini eshitmay aloqani uzdi. Otam bilan orangdagi muammoga meni aralashtirma. Hafsa chuqur xo'rsinib boshini ortga tashladi-da, qo'lim uvishib qoldi, jin ursan. Yechib yubor. Yigit qizning qarshisiga yaqin kelib, stulni qo'yib o'tirdi. Oralarida hech qancha masofa qolmagandi. Ali barmoqlarini Hafsani qo'ng'iroq sochlari orasida sayr qildirar ekan shivirlab: "Bilasanmi? Ammo sochlaring uniki bilan o'xshashib ketadi." Ali jim, sokin qiyofada Hafsani iyagidan ohangrabodek siqib ushlagancha ko'zlarini qizning ko'zlariga qadadi. Qiz nafasini yutib, bu yigitning sovuq va bir vaqtning o'zida halokatli jozibaga to'la nigohlaridan qochmoqchi bo'ldi. Lekin Ali buni istamasdi. U Hafsani nigohlari bilan mahkam tutib turardi. Xuddi shu nigohlar bilan qizning ruhini zabt etmoqchiday. So'ng u cho'ntagiga qo'lini soldi. Sokin, lekin aniq harakat bilan qizning hujjatlarini chiqardi va barmog'ining uchi bilan stolga qo'ydi. Qiz ularni ko'rib, yuragi bir lahza to'xtaganday bo'ldi. Bu meniki, deb qo'rquv va ishonchsizlik aralash ohangda dedi Hafsa. Ovozi yelkalari kabi qaltirab chiqdi. Nima qilmoqchisan bular bilan? Yigit yelkasini ohangsiz qimirlatib, nigohi haliyam qizning yuzidan siljamagan, lablari esa iljayishga yaqin edi. Lekin bu kulgu mehrli emasdi. Bu nazorat, mulk, hokimiyat zavqining jilvasi edi. Hozir seni olib ketgani kelishadi Hafsa, dedi u, ovozida mehr ko'rinar ko'rinmas, lekin shubhasiz hukm bor edi. Qizning yuragi qinidan chiqib ketay dedi. Uning ko'nglida avval norozilik, so'ng esa vahima chayqala boshladi. Kim, otammi? Dedi u, o'rni ustida cho'kib qolgan holatda, ovozida umid so'nayotgan shamday mo'ltillab turardi. Ali boshini sekin chayqadi. U sekin egilib, Hafsaga juda yaqin keldi. Qiz Alining yelkalaridan taralayotgan iliqlikni his qildi va yuragining tubida nimadir titradi. Yo'q. Axir senga tushuntirdim. Seni otangga qaytib berish niyatim yo'q. Hafsa ko'zlarini katta ochdi. Lablari qaltiradi. Ali, iltimos qilaman, meni qo'yib yubor, dedi u o'ksib. Yigit hech nima demadi. Uning ko'zlari jimjimador salqinlik bilan to'la edi. Orqasiga o'girilib, xonani tark etdi. Tashqariga chiqqach, eshikni qulfladi. Yengil harakat bilan telefonini oldi. Kontaktlar ichidan Jamol degan ismni tanlab qo'ng'iroq qildi. Alo,
Og'am eshitaman, dedi Jamol ovozida hurmat bilan. Ali hujjatlarni yengil silkitib, senga hozir bir necha hujjat yuboraman. Tezda bilet olib, tayyor tur. Qizni mendan oldin olib ketasizlar. Aeroportda nima qilishni aytib o'rgatasiz. Bo'ldi og'am, bajaramiz. Siz qachon qaytasiz? Bu yerda yana bir necha kunlik ishlarim bor. Tugatishim bilan orqangdan yetib boraman. Xo'p og'am, hamma narsani joyiga qo'yaman. Siz faqat ortiqcha bezovta bo'lmang. Ali aloqani uzdi. Sekin telefonga qarab turdi. Go'yo u yerda Hafsaning yuzi ko'rinayotgandek. So'ng yana xonaga kirdi. Ali qayta xonaga qadam qo'yganida xona ichidagi sukunat go'yoki bir zumda zirqirab yorildi. U nigohini to'g'ridan to'g'ri Hafsaga qadadi. Qiz hali ham kursiga qattiq bog'langan, harakatsiz, ammo ko'zlarida o'sha o'tkir isyon g'alati yaltirab turardi. Ali ko'zlarida na achinish, na g'azab bor edi. Faqat sokin bir qoniqish, xuddi oldindan rejalashtirilgan har bir daqiqa ro'yobga chiqayotgandek. Hafsa uning kelayotganini ko'rib, yuragini bosishga urindi. Lekin qattiq bog'langan bilaklari tobora o'shib, og'riy boshlagandi. Qo'limni yech, og'rib ketdi. Harakat qila olmayapman. Ali bir muddat jim turdi. So'ngra arqonni bo'shatdi. Erkinlikni his qilgan Hafsaning barmoqlari darrov silkinib, yelkalari bo'shashdi. Ali iyagini qizning yelkasiga suyagancha past ovozda so'radi. Qochib ketadigan bo'lsang-chi? Men kuch bilan qoladigan qizlardan emasman. Ali labining bir cheti bilan kulimsiradi. Go'yoki bu javob uni zeriktirmagan, aksincha qiziqtirgandi. Menga o'xshagan yigitlar sening ichingdagi qorong'ulikni ko'ra oladi. Qayergacha qochmoqchisan? Hafsa bir zum jim bo'ldi. Yuragining urishi qulog'ida yangrayotganini o'zi ham his qilardi. So'ng birdan kutilmaganda o'rnidan irg'ib turdi-da, eshik sari yugurdi. Nafas ichiga tushib ketgudek tez yurardi. Eshikka yetib bordi, tutqichni buradi. Uzoq, qaltis bir umid bilan, ammo qulf edi. Hafsa bir soniya qotib qoldi. Nafasi torayib ketdi. Orqasidan sekin kelayotgan Alining qadamlari yuragini bosayotgan dahshatni yanada kuchaytirardi. U orqasiga o'girilmasdan turib, asta so'radi. Meni qayerga olib ketmoqchisiz? Qayerga ketmoqchisan? Hafsa orqasiga qaradi. Ali tortmani ochayotgan edi. Undan oq matoga o'ralgan ro'molcha va bir shisha dorini oldi. Uyqu dorisi. Yana bir bor ogohlantiraman Hafsa. Agar qarshilik qiladigan bo'lsang, otangni boshqa hech qachon ko'rmaysan. Aeroportda nima qilishingni aytishadi. Agar bitta xatolik qilsang, ont ichaman. Otangni o'ldiraman. Hafsaning ko'zlari keng ochildi. Nafas ololmay qoldi. Ichida otilayotgan vahima go'yo tomoqgacha chiqib portlamoqchi edi. U yigitga musht tushirmoqchi bo'ldi. Ammo Ali mohirlik bilan uning bilagini tutib qoldi. So'ng birdan zarb bilan uni o'ziga tortdi. Uning issiq, kuchli tanasi qizning nozik gavdasini o'z bag'riga mahkam oldi. Hafsa jon holatda qochishga urindi. Lekin Ali yelkasini bosdi. Sochlariga yuzini yashirib, sekin shivirladi. Senga va'da beraman. Meni sog'inib qolmasingdan yetib boraman. So'ng sekinlik bilan hissiyotlardan muzlab qolgan qo'llari bilan ro'molchani qizning lablari aralash burniga bosdi. Qizning ko'zlari ochiq edi, ammo so'z ayta olmadi. Alining nigohi esa yondirib yuborardi. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana shu hikoya sizlarga yoqadigan bo'lsa, buni ham qismlarini juda ham tez fursatlarda chiqaramiz. Kuniga 2 tadan yoki 1 tadan chiqarib boramiz. Shuning uchun keyingi qismini birinchi bo'lib tinglashni istasangiz, kommentariyadagi link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Ya'ni izohlarda qadab qo'yilgan.